Toyir o'rtog'imning yakka yagona o'g'li otasiga umraga yo'llanma beribdi. Baraka topsin. Toyir o'zi juda qiynalib katta qilganda. Biror zararroq narsami debman? Toyir o'rtog'imning yakka yagona o'g'li otasiga umraga yo'llanma beribdi. Baraka topsin. Toyir o'zi juda qiynalib katta qilganda. Toyir akaga umraga borishga kim qo'yibdi? Yakka yagona o'g'li otasiga umraga yo'llanma beribdi. Baraka topsin. Toyir o'zi juda qiynalib katta qilganda. Malika juda ham bandman, bo'shab telefon qilib yuboraman. Aka, umraga jo'natadigan ishonchli tur firmangiz bormi? Ha, bor. Kirishdim. Iltimos, bitta yo'llanma qildirib, dadamni umraga jo'nataylik. Mayli. Ovora bo'lib nima qilarding qizim? Akalaring o'zlari jo'natishardi. Anu dada, bu yo'llanmani hamchi akalarim bilan birga maslahatlashib, o'rtaga pul tashlashib oldik. Hammamiz ham sizni xursand qilishni xohlaymiz, dadajon. Rahmat qizim. Siz ham otangizni sizga aytganlarini birma-bir eslang. Telegramdan yuborgan xabarlarga bir qarab qo'ying. Otalar ochiqdan ochiq aytmaydilar. Balki nimalarnidir xohlagandirlar. Balki shama ham qilgandirlar. Kech qolmang.